Eski tumorni apros qilgandik. Ko'pchilik uzuv xohlashdi. Endi buni uzuv qiladigan bo'ldik. Eskizini chizib olamiz. Eskizni tasdiqlab olib, kumushlarni eritamiz. Kumushni eritib, ingusga qo'yib, ortiqcha joylarini olib tashlab, valislab, sim chiqaramiz. Sim chiqarib olib, ornamentlarni yasash boshlaymiz. Ornamentlarni yasab olib, payka qilamiz. Keyin ajur tayyorlaymiz. Ajur tayyorlab bo'lganimizdan keyin uni ham payka qilamiz. Payka qilib olib, kerak emas joylarni kesib tashlab, shinkani kerakli shaklga keltirib olamiz. Keyin buni kesib, tayyor holatga keltirib olamiz. Eski ko'p taqinchoqlarda tabiiy feruza bo'lmaydi. Shuning uchun biz iskusunlarni olib tashlab, tabiiy feruza qo'yib chiqamiz. Qo'yib bo'lganimizdan keyin atroflari bu vosk bo'ladi. Biz ham xuddi eski texnologiya bo'yicha voskda qotirib chiqamiz. Keyin shinkasini qoraytirib olamiz, обработка qilamiz. Keyin yonida tishu joyi bor edi. Esingizda bo'lsa, biz uni payka qilmadik-da, uni o'rniga tosh qo'ydik. Feruza toshni chaqlab olib, buni ham shu voskda toshlarni qotiramiz. Xuddi eskiga o'xshashligi uchun. Endi bizga sim kerak bo'ladi. Ikkita kolechka joyiga biz koral osamiz. Har biriga ikkitadan jami 4 ta koralni osib chiqamiz. O'zi bu bo'yinga taqadigan taqinchoq bo'lgan, tumor bo'lgan. Va shinkaga ham vosk suramiz. Vosk surganimizdan keyin bu yana ham eskiga tabiiyga o'xshab chiqdi. Qilgan ishimizga o'zingizlar baho beringlar, o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar. Hammangizga rahmat.